Leksimizi devamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Yukarı leksiyenin devamı. Mesela deyli Washington poçtisi gizite hem mındak göz qarashını ilgiri sürdü. Devlet qaşqısı. Baş milletçilik yaqaraq turdigan gap devlet qaşqısı. Yoki devlet sarxildir davrida banki va şirket Amerika savdo siyosatini yaratish jihatda an'anaviy rolni o'ynay olmaydi. Kechiringlar, to'g'ri ekan. Avvalgi bir necha qatimliq hukmlarga selishtirganda Jungo Kompartiyasining Joe Biden hukumati ko'rsatadigan ta'siri cheklik bo'lib qoldi. Yoki ajiz bo'lib qoldi. Saylan davrida o'tirg'i chiqqan gaplar bo'lmish. Endi Jungo Kompartiyasining prezident Joe Biden hukumatiga ko'rsatadigan ta'siri cheklik bo'lib qoldi. Amerika Jungo o'rtasida ideologiyalik raqobat va elishishdan saqlang'ili bo'lmaydi. Başta nima dedik? Prezident Joe Biden Jungo bilan ideologiyalik elishishni xohlamasmi dedik. Endi mayada nima dedik? Washington pochtasiga da'vatida Amerika Jungo o'rtasida ideologiyalik raqobat va elishishdan saqlang'ili bo'lmaydi. Matt Pottinger kechiringlar. Sabiq Aqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi bunday dedi. Amerika savdogarlari oddiy yakka holda foyda elishga bo'ladigan savdo munosabati qurishni yoki tashkillashni umid qiladi. Shunga Amerika Jungo munosabatini ideologiyalik raqobat talash tortishi deb qarashni izchil rad qilib keldi hozirgacha. Lekin ikki davlat, ya'ni Amerika Jungo rahbarlarining strategiyasi nihoyat aniq edi. Amerika Jungo o'rtasida ideologiyalik raqobatdan saqlang'ili bo'lmaydi. Hatto elishish, ikki davlatning elishishi, qarama-qarshilishi bu endi yadroliq, ya'ni markaziy elishishdir. Amerika Jungo elishish bu markaziy elishishdir. Boshda vaziyatni nima dedik? Tez arada Amerika Jungo o'rtasida vaziyat keskinlik o'tirg'i chiqadi dedikmi? Mayadamda bu maqolada ash vaziyatni ko'rib yetgandek, bu yer nima deydi? Elishish Amerika Jungo o'rtasida yadroliq masaladir. Pottinger mundaq ko'rsatdi, sabiq davlat bexatarligi maslahatchisi. Beijingning uchurlari aniq va xatosizdir. Beijing aniq uchur yetkizdi, xatosiz uchur yetkizdi. Agar sizlar Jungoda savdo qilmoqchi bo'lsanglar, Amerika savdogarlariga da'vatdir. Sizlar tanlashga duch kelisizlar. Tanlashinglar kerak. Sizlar Amerikaning qimmat qarashlaridan voz kechishinglar kerak. Jungo chegarasi ichidagi irqiy qirg'inchilikqa pisand qilmasliginglar kerak. Beijingning Hong Kongda avtonomiyaga bergan va'dasidan yenib elishiga pisand qilmasliginglar kerak. Mana bu Beijingning Amerika tarafga Amerika savdogarlariga yetkazgan uchuri. Xatosiz uchurdir. Chunki o'zining maqsadini oshkor da'vatida Amerika savdogarlariga. Xi Jinping o'tgan yil haqiqatda amaliyotdan izlash. Xi Jinping o'tgan yil haqiqatda amaliyotdan izlash jurnalida e'lon qilgan nutqida mundaq dedi. Jungo xalqaro ishlab chiqarish liniyasida xalqaro jamiyatning Jungoga to'yinib qolishini kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni bozor bizning qo'limizda. Savdogarlar keladi. Bizga to'yinib qolishi kerak. Buni kuchaytirishimiz kerak. Ishlab chiqarilgan mahsulot shu vaqtda bizning qo'limizda, ta'minlash huquqi bizning qo'limizda. Jahon va dunyo bizga tayinib qilish kerak, ko'rdingizmi? Bu bozorni qurol qilishdi. Boshqa dasmoyang yo'q, faqatla bozor degan dasmoyang bor. Dastiging bor, uningdan boshqa narsang yo'q. Shunga tayinib qilishni kuchaytirishimiz kerak. Bizning maqsadimiz nihoyat zo'r zarba berish va tahdid solish iqtidorimizni oshirish uchundir. Jungo kimga zarba berdi? Kimga tahdid soladi? Sizlarga ayon vatandoshlar. 6 yil saqlab ondan e'lon qilingan 2013-yil 1-oyning 5-kunidagi nutqida Rais Xi Jinping mundaq dedi.
Reallik bizge arka-arkada aytib berdi ki, Marx Engels'ten kapitalistik cemiyetinin negizlik ziddiyetleri doğrusidagi tahlilinin hergiz vaqti o'tmadi. Mana bu qapak kallı deymiz bunu. Aql işlemeydigan kallı deymiz bunu. Çünkü cundan hayda hazır bunu aql işlemedi desek buludu. Qaçanqı Marksizm. Hergiz vaqti o'tmadi. Kapitalizm çoqum alaq buludu. Sotsializm çoqum qalbi qildi. İşin hamsilar, şunun küçük bal işin hamdi. Hey Cüngülük efendi, Cünglan hey efendi siz hazır kuruvatkan tüzüm nime? Kuruvatkan cemiyet nime? İktisadi tüzüm nime? Cüngüç sosyalizm dep baktınız. Cüngüç sosyalizmnin dastlabki basqıçı dep baktınız. Hiç qaysı akmadı. Bugün siz kapitalizmnin iptidai basqıçıda turuvatsız. Kapitalizmnin iptidai basqıçı doğrusu Marx'ın degen bir ağız sözü var. Kapitalizm aqargan süngekle üstüge quruladigan izimdir. Aqargan süngekle üstüde turadigan cemiyettir ve yaki ijtimai tüzümdür. Kapitalizm şu degen edi. Siz hakikaten aqargan süngekle üstüge kapitalizm kuruvatsız. 3 milyon Uygur'un jaza lageriga nazarband qildingiz. Ula aqargan süngekle. Aşı süngekle üstüge siz kapitalizm kuruvatsız Cüngülük efendi. Bu yerda Marx nima depti? Kapitalizm halak qildi, sotsializm g'alaba qildi. Sapsatiga aylandi bugungi kunda. Jonaqay efendi, siz Uyg'urning aqargan süngekleri üstü kapitalizm qurvatsi iqro qiling. Bu halak qildi deganiniz bir qarma-qarshi bo'lib qoldi insonlar. Davlat boshquradigan odamlarning fikr qilish yo'li mushuma? Tafakkur yo'li mushuma? Mushundaq bo'lamdi ya. Bugün bir Uyguristan'ın paxtısı hazır dünyaga nima boldu? Bugün bir sual koyup tutak tünügün men sizler sözgellik seyadi sual koyalım mı dem? Hey dünyanın yaşları putunladaki ayak qayerdi işlengen? Hayran kaldım. Bu ayak qaysi elik? Rezink çok ayakla, Xitay çok ayakla qarap bakın. Muşu ayak qayerdi işlengen? Bu em şirketide işlengen Şvetsiyada. Bütün dünya yaşları sizlerin putunladımış ayak. Bugün bu ayakını Uygur'un bunu Avustralyalık bir kız yazdı vaktim sizler sözüşü mümkün. O kızın ağzı hücum bilindi de yok atmakçı olmadı Xitay. Muş putunladıki ayak qarap bakalım muş ayakның hemmisi putunladıki Uygur'un haksız emgigi. Uygur'un kulla emgigi. Uygur'un mecburi emgiki bile işlengen ayaktır dedi bugün Avustralyalık bir hanzo kız. Vatandaşım, Reis Xi Jinping efendi siz aqargan süngek, Marx aytgan aqargan süngek üstüge kurulduğun kapitalizm. Bugün siz iptidai kapitalizm, aqargan süngek Uygur milletinin süngekleri üstüge kapitalizmni kuruvatsız. Sabık devlet işler bexatarlik maslahatchisi Matt Pottinger ahırda nima deb taklif berdi diqqat vatandaş. Amerika şirketçileri o'tgan bir necha yillik vaziyat o'zgarishiga e'tibor bilan qarashi lozim. Masalan, Prezident Trump davridagi sobiq prezident. Vaziyat o'zgarishiga e'tibor bilan qarashi lozim. Hamda reallikni, hamda o'zgartkili bo'lmaydiganligini e'tirof qilishi lozim. Vaziyat belgilenip oldu. Hem de tarihi reallıkta ve bugünkü reallıkta özgürtgül bulmaydı. Amerika savcıları bu nazarga elishi lazım. O'xshashli bir vaqtda hem Washington'dan hem Beijing'dan payda alaman demasligi lazım. O'xshashli bir vaqtda hem Beijing'ning bozoridan payda alaman hem Washington'ning siyosidan payda alaman demasligi lazım. Amerikaning savcıları deydi. İşte kemiga dastlaganda halok bo'lish xatardan qutulg'ili bo'lmaydi, deydi sobiq davlat bexatarligi maslahatchisi Matt Pottinger. Rahmat, leksiyalarimizni anglag'ininglar, hurmatli vatandoshlar.